hamma yoqda shov-shuv bo'lgan shu Xpeng GX o'rtoqlar to'liq obzorni xudo xolisa birgalikda qilamiz. Avtobaza aloqada Xitoyda vystavkada yuribmiz. O'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin, bu taxminan Nissan L8 da gibrid avtomobil, juda ham katta. Buni yutuqlari nimada deyishingiz mumkin? Buni yutug'i eng katta yutug'i bu Range Rover'ga o'xshagan, avtobiografiyaga o'xshab turib, chiroyli qilib ishlagan katta gibrid avtomobil. Avvalambor hammaga nasib qilsin, kelinglar. Birinchi o'chiribdi mana avtodiverlar. Bu narxga avtodiver bu juda ham zo'rda. Narxi CIP Tashkent 55 ming bo'lyapti. Rastamoshkasiga 136 million, elektriga 122 million gibridga ketyapti. O'rtoqlar, akustikani ko'ryapsizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Hammangizga nasib qilsin o'rtoqlar. Mana ma'mulasini boplabdi. Ko'ryapsizlar? Xo'p. Endi orqa tarafiga o'tamiz. Kelinglar, 05 qolaman. Bosamiz, o'zi ochiladi. Elektronik paroklari bor. Bismillahirrohmanirrohim. Sekin o'tiramiz. Mana mashinasiga men tushunmadim-da. Bu ochilmas ekan, demak. Bu nima ekan bu? Hozir. Mana bu yerda stoliki bor, lekin bu stoliki bor. Mana bu yerda monitorchasi bor. Hamma konditsioner va hokazo. Xolodilnikni ham shu yerdan ochilsa kerak, mana ochilyapti. O'rtoqlar, buni pozitsiyasi juda ham ko'p, lekin o'zbek akalarimiz olgan pozitsiyasi eng fulli. Faqat eng fullini olishyapti. Eng fulli bilan bundan eng fulldan bitta oldingi nima farqi borligini ham tushuntirib o'taman. Oldi o'rindiqlarda va orqa ikkita o'rindiqda abduf, abagrev, massaj hamma funksiyalari bor, ko'rishingiz mumkin. Mana hammasi bor. Bu manikidan olib qo'ya qolgan akalarimizga haq beryapti. Mana akam ochib berdilar sizlarga. Xo'p, tepada monitori bor, katta televizori bor. Imamdan ochib yopiladi, ko'ryapsizlar? Bunda mana buni bossanglar ochiladi. Mana buni bossanglar yopiladi. Zo'ra. Bu yoqdan qaranglar. Qorayib oqaradi aytgancha bu o'rtoqlar, qaranglar. Do qorayib turibdi. Bitta bossa oqaradi, ko'rdinglarmi? Bitta bossa qorayadi. Mashalloh. Keyin mana bu yana shtorkasi ham bor kamiga. Bundoq qo'yasizlar. Endi qaranglar, oqartirib ko'ramiz. Mana oqardi, qoraydi. Ko'ryapsizlarmi? Hammaga nasib qilsin o'rtoqlar, mana shunaqa idealniy gibrid elektromobillar. Bismillahirrohmanirrohim. Mabodo nimasi bunda ham orqasida ham mana bu ekan bor, zo'r ekan, bash udobniy ekan. Mana qaranglar, mana ochilmay qolsa, mana bundan ochsa ham bo'ladi. Xo'p. Bu yerda bossanglar ochiladi. Bu elektriki. Yana bitta bossanglar o'zi yopiladi. Orqa bagaji juda chiroyli. Qaranglar, mana bu yerda bossa ko'tariladi mana. Mana tushib ketyapti. Mana qarang, voy bosib qoladi. Bosmadi lekin. Mana nima ekan? Bu pnevmasi o'rtoqlar. Pnevmas. Tepaga chiqib tushadi. Tepalar alakantari bo'lar ekan. Juda chiroyli, o'rtoqlar. Hozir mana maqoli ochib oling. Ha, aytgach 3 sekund bosib turish kerak edi, men bor edim. Bosib tursa mana chiqyapti, ko'rasizlarmi? Ko'rasizlarmi o'rtoqlar? Zo'ra. Ikkalovi ham chiqadi shunaqa va mana bu juda ham keng, chuqur bo'ladi. Xo'p, ko'rdinglar o'rtoqlar, hammasini ko'rsatdim. Endi aytib o'taman. Eng fulli bilan bitta oldingi ultra bilan max pozitsiyasi nima farqi bor o'rtoqlar? Birinchi farqi, agar elektr oladigan bo'lsangiz 750 km masofani bosib o'tadi. Undan oldingisi 625 mi shunaqa edi. Keyin diskasi 22 bo'ladi eng fullida. Bitta oldingi pozitsiyasida 21 bo'ladi. Buni agar 21niga qo'ydiraman desanglar bo'lmaydi. Qimmatga tushib ketasizlar. Parog ham xuddi shunaqa. 22 qo'ydiraman desanglar bitta oldingi pozitsiyasiga. Undan ko'ra maslahat beraman, eng full pozitsiyasini olsanglar bo'ladi. Ikki xil rangi bor. Xo'p, birinchisi ikki xil rangi bor. Tepa pasti boshqacharoq. Uni tanlasanglar bo'ladi. Agar tanlamoqchi bo'lsanglar, xarid qilib buyurtma qilmoqchi bo'lsanglar, zavoddan menga aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Buyurtma o'rtoqlar zavod aytayotdi 60 kundan 70 kungacha deyapti. Biz aytamiz 65-75 kunlarda zavod chiqarib berish ehtimoli bor. Boshlanishiga 30% ni to'lasanglar, qolganini zavoddan chiqib xargosga borgandan keyin, inshaalloh vinkod chiqqandan keyin qolgan 70% ni to'lasanglar bo'ladi, o'rtoqlar. O'shanga zavoddan primoy optim narxda buyurtma qilaman, Xpeng
GX degan akalarimiz aloqaga chiqishingiz mumkin. Avtobaza Primoy zavoddan buyurtma qilib beradi. Nafaqat bu, Zikr 9X, Zikr 8X larni ham buyurtma qilib beramiz. Inshaalloh avtobaza har doimgidek xalq uchun xizmatda. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Biz Xitoydan turib sizlar uchun xizmatdamiz.